Birinchi amaliy mashg'ulotimiz Python tili va uning dasturlash muhitida ishlash rejamiz. Rejamizda demak 10 ta banddan iborat. Bunda birinchisi Python dasturlash tilining asosiy xususiyatlari, Python interruptori va ich muhiti, idle muhiti bilan tanishish, 4-inchisi dastur yaratish va saqlash, ishga tushirish. Buni real vaqtda ko'rib chiqamiz dars davomida. Demak, 5-inchisi asosiy sintaksis, o'zgaruvchilar, ma'lumotlar turlari nimalardan iboratligi haqida. Konsol bilan ishlash, input va print, xatoliklar va ularni tuzatish, amaliy topshiriqlar, glossary. Demak, lug'atni bu yoqqa ham qo'shib ketibman, baribir buni yana ko'ramiz. Hamda amaliy topshiriqlar. Bu amaliy topshiriqlar o'sha biz dars davomida nimalar o'rganganimizni o'zimiz sinab ko'rish uchun ishlatiladi. Demak, Python dasturlash tili. Nima uchun aynan Python? Bunda Python asosan bepul platforma. To'g'ri, endi biz foydalanishimiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, PyCharm, boshqa programmalardan foydalansak, ular albatta pulli bo'ladi, lekin Python tili bepul hisoblanadi. Ochiq manbali hamda biz o'sha yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. O'qilishi oson, sintaksisi sodda. Bu degani biz Python tilida, dasturlash tilidagi yozayotgan sintakslarimiz o'zaro inson tiliga yaqin til hisoblanadi va bizda bunda muammolar bo'lmaydi. Har bir funksiyani qo'llashda va boshqalarda. Dinamik tiplangan, keng kutubxonali. Demak, bu kutubxonalarni keyin ko'ramiz. Kutubxonalarning har biri o'ziga biriktirilgan vazifaga ega hamda o'sha vazifasi doirasida ishlatiladi. Bunda bizga Python yordam beradi. Obyektga yo'naltirilgan funksiya yondashuvini qo'llab-quvvatlaydi. Demak, ish muhiti biz kompyuterga Pythonni o'rnatishdan boshlaymiz. Demak, bunda bizga o'zini ofitsialniy saytidan, Python.org saytidan yuklab olamiz. Albatta, Python 3 versiyasini yuklaymiz, oxirgi versiyasini. Xo'p, demak, saytning ko'rinishi. Bunda biz kiramiz Downloads'ga. Downloads for Windows. Demak, Mac uchun ham olsangiz bo'ladi, Windows, boshqa platformalar uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Demak, yuklaymiz. Yuklash jarayonida. Xo'p, Python yuklash oynasi. Bunda bizda 13 versiya 64 betga. Har doim e'tibor beramiz, add Python Pass knopkasini qo'yib ketamiz. Keyinda boshqa aytganimizdek editorlar bilan ishlaganda, PyCharm, VS Code bilan ishlaganda xatoliklar bo'lmasligi uchun. Demak, ozroq vaqt oladi. Ungacha. Bu o'rnatguncha buni o'qib turamiz. Idle muhiti bilan tanishish. Python o'rnatilgandan keyin idle muhiti bizga avtomatik tarzda o'rnatiladi. Bu oddiy grafik interfeysi bizga dastur kodlarini tez bajarish uchun kerak bo'ladi. Demak, bunda nima qilishimiz mumkin? Kod yozishimiz, kodni tahrirlash va saqlashimiz va ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi.
Keyingisi konsol, shell oynasi va editor oynasi mavjud. Bularda demak, editor oynasida biz yoziladigan kodni to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirishimiz mumkin va shell oynasida esa konsol bizga natijani ko'rsatadi. Demak, bizda Python o'rnatilgan bo'lsa, ho'p, setup was successful. Biz Python dasturini muvaffaqiyatli o'rnatdik. Endi editor bo'limini ochib ishlaymiz. Ko'rinmay qoldi, domla. Ko'rinadi, shoshmay turib. Demak, dasturni yaratish va saqlash ishga tushirish bandiga keldik. Bunda idilni ochamiz. Ikkinchi qadam faylni yuklaymiz, kod yozamiz. Demak, bizda bilamiz, Word dasturi, Excel dasturida ishlaganmiz. Bundagi dasturning kengaytmalari mavjud. Demak, Pythonniki Bitta. nuqta p bilan saqlaymiz, albatta.